Bo'ldi, ko'zinglarni yuminglar, uxlanglar. Uxlashdimi? Dadasi, u dedingiz, bu dedingiz, bo'ylan bolalarning xonasini isitib bermadingiz. Nima endi shu qishda ham shunaqa qalin kiyimlarda uxlashadimi? Ko'rding-ku. Vaqtim bo'lmadi. Shamollab qolsa, doriga bundan ko'p pulimiz ketadi, bilasizmi? Ham uchun ziqnalik qilasiz. Bo'ldi. Prokurorni uyg'otib olasan hozir. Ish bitdi. Birpasdan keyin xona isib qoladi. Qo'l bola qilib gaz uladim. Bolalarning xonasi ham isib qoladi. Toshkentda yangi kelin-kuyov to'yiga bir kun bo'lmasdan turib is gazidan vafot etdi. Yoshlar shu yilning 14-dekabr kuni turmush qurishgan. Ertasi kuni, ya'ni 15-dekabr kuni ertalab ularning murdasi o'z yotoqxonalaridan topilgan. Hozirda surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Muhammad Amin. Imron. Muhammad Amin. Imron. Men borib ulaganimni uzib kelaman.